Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hammaga. Namangan viloyat Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz video syomkalarimizni. Hafta kuniga yakshanba 29-mart 2026-yil. Bugungi videomiz pishgan qish to'g'risida bo'ladi, ya'ni qanchadan urilyapti, qanchadan kelyapti. Ma'lumot berib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib bitta like bosib qo'yasizlar. Foydasi tegsa, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Hamma qilayotgan qurilishlarni qilayotgan akalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Usta akalarimizga hech qachon charchab qolishmasin. Topayotgan pullari yaxshi kunlarga, to'ylarga, yaxshilik kunlarga nasib qilsin. Alloh taolo kuch-quvvatini bersin hammaga. Xudo xolasa mana ishlarimiz yetib kelgan. Bu ishlarimiz Farg'ona viloyatidan kelyapti. Donasi 1000 so'mdan o'krasichida. Yetkazib berishyapti. Xasta nomerlarni qoldiramiz akamizni ham. Xudo xolasa sifati a'lo darajada uryapmiz mana. Sinig'i kam. Men bu g'ishga ishqiboz bo'lgan tarafim sinig'i kam chiqadi bunda. Xudo xolasa haqiqiy pishgan g'ish. Oqarmayapti degan akalarimizga savollarga javob berib o'tamiz. Oqaradi bu. Oqaradi. Oqaradi. Sabab bu ko'pchilik aytishadi, sho'r deyishadi. Bu sho'r emas. Buni oldingi videolarimizda ham ko'p savollarga javob berib o'tganmiz. Bu sho'r emas, ohak. Savol bo'lishi mumkin yana, shunday g'ishti, qumdonda qanaqasiga ohak qo'shib qiladi? Ohak qo'shilmaydi, bunga turpoqdan xom g'ish qilib ishlab chiqarilgandan keyin buni tandirga qo'yib pishiriladi. Turpoq ichida ma'lum miqdor o'zini foizga qarab qum bo'ladi. U qum pishgandan keyin ohakka aylanadi. Bilasiz, ohakni toshdan qilishadi. Ya'ni toshni qizdirib ohakka aylantirishadi. Xuddi o'shanday bu narsa ohak. Bu to'kilib ketadigan narsa, bu strashni bir muammo qilib o'ylanadigan narsa emas. Hop, bu yerda bizning xonamiz 1 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xona, 5 xona, 6 xona, 7 xona, 8 xona, 9 xona. Mehmonxonamiz bilan 10 xona. Mana bu joyimiz podval. Podvalga lagalar terib berganmiz. Qolgan joylarni o'sha xudo xolasa to'ldirib tupli polga moslanyapti. Bu yerimiz hammomxona, yana bu yerda hammomxona. Bu o'pish hammomxona, bunisi span ichidagi hammomxonasi. Mana bu joy koridor, bu yer oshxona. Hop, o'tirgan joy bolalarning orqasidagi mehmonxona. Mana bu joylar esa detskiy span, kattalar uchun xona qilganmiz. Xudo xolasa ish ko'tarilgandan keyin yana bir video qilamiz, kuzatib borasiz. G'ishimizni 700 so'mdan qo'yib beryapmiz rastorga. Videoni cho'zmaslikka harakat qilaman. Savol va takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. Qanaqa savollar bo'lsa javob berib o'tamiz qo'ldan kelganicha. Video davomida kamchilik va xatolar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.